Tadbirga yig'ilganlar kirib kelayotgan ayolning chiroyi, boyligi, nasabi yo lavozimi uchungina o'rnidan turgani yo'q, balki yig'ilgan barcha erkaklar ayoldagi jasorat, tajriba va ilmi uchun oyoqqa qalqdi va bosh egdi. U malika ham, dunyo go'zali ham emas edi. U Nobel mukofotini olgan birinchi ayol edi. Uning turmush o'rtog'i, farzandi va kuyovi ham Nobel mukofoti sovrindorlari bo'lishdi. O'rningizdan turing. Madam Mariya Kyuri tashrif buyurdilar. Tasavvur qiling, sizning qizingiz ham shu darajada. Siz esa uning baxtli ota-onasi sifatida kuzatib turibsiz. Ertangi kunga munosabatingizni bugundan boshlang. Ayollarni faqat karamli kishilargina e'zozlaydi, ularni la'natlangan kishilargina xorlaydi. Rivoyat qilinishicha, bir kishi donishmandning huzuriga kelib, "Hazrat, mening bir o'g'lim va bir qizim bor. Ularning har ikkisini ham o'qitishga qurbim yetmaydi. Faqatgina bittasini o'qitishga imkonim bor. Qay birini o'qitay?" deb so'raydi. Shunda hakimzod, "Qizingni o'qit, chunki u kelajakda farzand tarbiya qiladi. Agar o'g'lingni o'qitsang bir kishini, qizingni o'qitsang butun jamiyatni o'qitgan bo'lasan" deb javob beradi. Najot faqatgina bilimdadir. Ma'lumki, ulug' ajdodlarimizning ba'zilari yoshligidanoq otadan ayrilib, erta yetim qolgan. Onaning yoriga bo'lgan vafodorligi va sadoqati ila bor mehri va umrini yodgor qolgan farzandiga bag'ishlagan. Taqdirga tik qarashga kuch topib, yorug' kunga intilgan. Ayol boshi bilan ro'zg'or tashvishidan ortib, asosiy e'tiborni farzandning tarbiyasi va kamolotiga qaratgan. Uning murg'ak qalbini yoshligidanoq ilmga oshno qilib, ta'limga rag'batlantirgan. Shubhasiz, aksar ulug' zotlarning ortida albatta bir mo'tabar ona yoki ayol turadi. Rivoyatlarga ko'ra, Imom Buxoriy hazratlari 4 yoshlar atrofida ko'zlari jarohatlanib, ko'rish qobiliyatini yo'qotadi. Tabiblar harchand urinmasin, uni davolay olishmaydi. Ham turmush o'rtog'idan ayrilgan, ham farzandiga yetgan bu musibatdan ezilgan mo'tabar ona taqdir qarshisida o'zini yo'qotmaydi. Kunduzlari uning ta'lim tarbiyasi bilan shug'ullanib, tunlari bedor holda yaratgandan o'g'lining ko'z nurini qaytarishni tinmay iltijo qiladi. Qilingan duolar ijobat bo'ldi. Farzandini yoshligidanoq ilmga muhabbat uyg'ota olgani besamar ketmadi. Aziz onaning suyib ardoqlab ilm bilan ulg'aytirgan o'g'li muhaddislar peshvosi, hadis ilmining sultoniga aylandi. Tarixning zarhal harflar bilan bitilgan sahifalarda yana shunday yuzlab, balki minglab fozila ayollarning namunali hayot yo'llari bayon qilinganiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Bu jasoratli onalar farzand tarbiyasi va uning ta'limiga alohida mas'uliyat bilan qarashgan. Farzandining murg'ak qalbiga yoshligidanoq ulug' maqsadlar, ezgu g'oyalar bilan buyuk marralarga intilishini singdirib, ularni yetuk inson bo'lishida barcha hayotiy mashaqqatlarni ko'tarishgan. Odamlarni tuzatadigan eshikning kaliti ayollarning qo'lida ekan. Afsus, bu haqiqatni men umrimning nihoyasida angladim. Musulmon olamining ulug' olimlaridan Ali Tantoviy shunday aytadi: "Men 50 yil umr ko'rdim.
Dunyodagi juda ko'p mamlakatlarni kezdim. Juda ko'p yaxshi yomonni ko'rdim. Tajribamdan kelib chiqib shuni aytamanki, odamlarni isloh qilamiz deb ma'ruzalar qildik, kitoblar yozdik, gapiraverib tillarimiz charchadi, yozaverib qalamlarimiz zerikdi. Biz odamlarni tuzatamiz desak, ularning buzilishi ko'paydi, fasodning doirasi kengaydi. Shuncha gapirib biz najot topolmadik, muvaffaqiyatga erisha olmadik. Nimaga bilasizmi? Sababi shuki, biz odamlarni tuzatadigan eshikni bilmagan ekanmiz. Eshik olib derazadan kirib chiqib yurgan ekanmiz. Odamlarni tuzatadigan eshik bu ayol kishi ekan. Odamlarni tuzatadigan eshikning kaliti ayollarning qo'lida ekan. Lekin afsus, bu haqiqatni men umrimning nihoyasida angladim. Shubhasiz, bugun jamiyatda ma'naviy muhitni yangi bosqichga olib chiqish zarurati bor ekan, bu ishlarni oila, aziz ayollarimiz bilan uzviy ravishda amalga oshirishimiz muhim. Ayol oqila bo'lsa, oilaning baxti. Agar u ilmli, fozila bo'lsa, jamiyatning yutug'idir. Zero Mirzo Ulug'bek hazratlari Samarqand shahridagi o'z madrasasi peshtoqiga ilm talab qilish har bir muslim va muslima uchun farzdir deb yozdirganlari bejiz emas. Bugun ilm fan shuni isbotladiki, noyob qobiliyat va iqtidor oilada faqat otadan qizga o'tishi mumkin ekan. Dahoning qizi otasi kabi yarim aqlli bo'lsa, undan tug'ilgan farzand daho bo'ladi. Sizning aqliy qobiliyatingiz onangizdan, aniqrog'i bobongizdan o'tgan. Shuning uchun ham ertangi kunni farovon bo'lishini istagan xalq onalarni e'zozlashi, ularni ham moddiy, ham ma'naviy tomondan qo'llab-quvvatlashi zarur. Bizga yaxshi onalarni beringlar, biz yaxshi odam bo'lib yetishamiz. Farzandni yoshligidanoq halol va pokiza ruhda ziynatlash, buyuk ajdodlarga munosib avlod bo'lib o'stirish, ozod va obod vatan taraqqiyotini rivojiga hissa qo'shish kabi yuksak fazilatlar bilan tarbiyalash imkoni mavjud. O'z navbatida ertangi kunni farovon bo'lishini istagan xalq onalarni e'zozlashi, ularni ham moddiy, ham ma'naviy tomondan qo'llab-quvvatlashi zarur. Ma'rifatli jamiyatni ma'rifatli onalarsiz qurib bo'lmaydi. Zero donishmandlardan biri aytganidek, bizga yaxshi onalarni beringlar, biz yaxshi odam bo'lib yetishamiz. Bayramingiz qutlug' bo'lsin, aziz va